Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun sizlar bilan men Adham.uz kanal admini Adham Mamasaliev. Do'stlar, bugun juda ham ajoyib video bo'ladi. Biz hozir Jizzax viloyati Baxmal tumaniga kelganmiz. Bu yerda srochniy hovli sotilyapti. Hozir ko'rsatib o'tamiz. 40 sotix ekan. Bir boshdan tushirib o'tamiz. Oluvchilar ekranda nomerga telefon qilasiz, narxini chiroyli qilib kelishtirib beradi. Egasi nomerini qo'yib o'tamiz. Aytib o'tdik. Baxmal tumani. Tog' yaqin. 40 sotixli juda ham ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas. Oluvchilar ekranda nomerga aytib o'tdik, telefon qilasiz, kelishtirib narxini qilib beradi. Mana shu hovli. Огород qilsangiz bo'ladi, bog' qilsangiz bo'ladi, nima qilsangiz qilasiz. Mana havosiga gap bo'lishi mumkin emas. Bu tarafda teraklar. Endi bir boshdan boshlaymiz. Agar chetda bo'lsangiz, Telegramdan aloqa qilsangiz, egasi bilan kelishaverasiz. Mana ariqda suv bor, suv kelyapti. Mana shu hovli. Bu tarafga beda ekilgan. Chegarani ham aytib o'tamiz. Chegaramiz shu yo'lda bu betidan hozir nari tarafda ham ko'rsatib o'tamiz. Daraxtdan nariyog'i ham kiradi. Juda ham chiroyli, men ko'rganlaringizdek. Havosiga gap bo'lishi mumkin emas. Dacha qilsangiz ham bo'ladi. Yozgi kuni mazza qilib yashaysiz. Salqingana, havosi toza. Reklama xizmatimiz kim uy sotmoqchi bo'lsa 94lik 488 38 48 nomerga telefon qilsangiz sotib beramiz. Bu yerda hamma sharoitlar bor. Chorva qilsangiz ham bo'ladi. Qo'y, mol hammasini boqsangiz bo'ladi. Yoqqa beda ekildi, nar tarafga lobiya ekilgan. 40 sotixli. Svet bor, suv shirin ekan, suvda muammo yo'q. Bu yoqda ko'rganlaringiz tog' oldida, tog'ning yonida. Ko'pchilik Baxmaldan so'rayapti, ana talablarga binoan video qilyapmiz. Mana bu oldi taraf. Juda chiroyli. Dakimti joyda, dakimdan umuman muammo yo'q. Juda ham chiroyli. Bu tarafdan bir boshdan boshlaylik. Endi bu taraf orqa tarafida nechta tubam teragi bor ekan. Va terakda ham bir aniq qilsangiz, terakda o'zida mancha puli chiqib ketadi. Mana o'ng qatorimi deymanda, bo'ldi terak ekilgan. Bu taraf stadion, naraq maktab, bozorcha hammasi yaqin. Bog'cha deysizmi, hammasi yaqin. Chegaramiz mana shu taraf, orqa taraf ham kiradi. 40 sotixda mana shu molxona ham shu uyga qarashli. Teraklar 4-5 yilda tayyor bo'lsa kerak. Muhimi suvdan muammo yo'q. Uylarning ichini ham tushirib o'tamiz hammasini. Mana orqa taraf ko'rganlaringizdek, juda chiroyli. Mol qilsangiz, lekin ancha foyda ko'rasiz. Bog' qilsangiz ham bo'ladi, nima qilsangiz qilaverasiz. Endi bu tarafda molxonasi. Molxonasini bir tushirib o'taylik. Mana oxirlar qilingan, mana qo'ymi, molmi, nima deb boqsangiz bo'laveradi, sharoitlar bor. Keyin aytib o'tamiz, bu variantga ham beriladi. Barter bor. Nimadir uyga domga almashaman desangiz, kelish narxini kelishaverasiz. Mana suvdan aytib o'tdik, muammo yo'q. Suv shirin ekan. Suvni bir ochib ko'raylik. Mana suv chiqyapti. Suv chiqyapti. Bu yoqqa beda ekilgan. Bu tarafda mevali daraxtlar bor. Bu yoqda yaxshi gap bo'lishi mumkin emas. Chegaramizni aytib o'taylik. Mana uyning old tarafi.
Ya davom etamiz. Telefon bo'lib qoldi. Mana bu taraf chegaramiz shergacha. Mana bu orqa taraf. Bu tarafda ham olma, o'rik, meva daraxtlar bor. Mana chegaramiz o'sha to'g'ri edi. Lobiya ekilgan. Yiliga 2 marta lobiya eksangiz bo'lar ekan. Muhimi umuman suvdan muammo yo'q. Uyda mana old taraf. Uyga ham kelasiz, kirib yashaysiz. Bu ham bir ko'rsatib o'taylik. Bu yoqda bitta xonasi bor. Mana chaqirib o'tiramiz, katta zal ekan mana. Mayafga qilayotgan joylar ekan-da. Bu tarafda yana bir ikkita xonasi bor. Ba'da ham bitta. Bu yoqda ham tushirib o'taylik. Bismillah deb. Kelasiz, kirib yashaysiz. Bu tarafda ham bitta xonasi bor. Xonasi ko'p ekan. Buni narxiga kelgan bo'lsak, egasiga telefon qilasiz. Egasi aytdi, o'zim variantlari bor, chiroyli qilib, arzonroq qilib beraman dedi. Baxmalda bunaqa narxga yo'q. Surishtirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Tog' yaqin, havasi toza, suv bor, svet bor, hammasi bor. Bu tarafda ham bitta xonasi bor. İşte bu 4-xona, 5-xona mana bu tarafda ham bitta xona. Kelasiz, kirib yashaysiz. Bog' qilasizmi, yashaysizmi, nima qilasiz? Qilasiz. Mana. Bu yoqda bitta katta zali bor. Remontlar bo'lgan, remontlar yaxshi, gap bo'lishi mumkin emas. Ekranga chiqargan nomerimga telefon qilasiz. Ekrandan nomer, egasi nomeri, narxini kelishtirib qilib beradi. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Agar chetda bo'lsangiz, Telegramdan ham aloqaga chiqasiz. Bir Baxmal havosi ancha farq qilar ekan. Juda ham chiroyli. Agar aytib o'tdik, variantlari ham bor. Egasi bilan variantni kelishasiz. Barder bor. Bu tarafda xonasi, oshxonasi. Mana remont bo'lgan. Mana bir ikkita xonasi bormi deyman. Короче, kelasiz, kirib yashaysizda. Bu yoqda ayvon. Mana. Do'stlar, shu ekranda nomerga telefon qilasiz. Chetda bo'lsa Telegramdan aloqaga chiqamiz, narxini kelishasiz. Arzonroq qilib beradi. Shu rahmat hammaga, kanalga obuna qilamiz, like'lar bosib, xudo xolasa yangi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Reklama xizmatimiz 94 408 38 48 nomeriga telefon qilasizlar.